Men ketyapman. Bo'ldimi aka, ishingizni qilib bo'ldingizmi? Da, men hamma ishlarni qilib bo'ldim. Xo'p, yuring mazga ko'rsataman nimalar qilib chiqqanimni. Men bitta doskalarga lakli surib chiqdim. Judayam yaxshisidan surdim. Unaqa kirib bo'lib ketmaydi ham. Man pechkani alishtirdim, polni alishtirdim, yana mana bunaqa olmosli lampa ham qo'ydim. Yana bir ikkita narsalarni ham alishtirib yubordim. Ha, bo'ldi, rahmat. Mamatga rasmim qo'yibsiz. Vov, sandiqlarimni ham alishtiribsiz. Ha, men yaxshi sandiqlarga ham alishtirdim. To'xtang aka, pulni olmaysizmi? Voy uzr aka, esimdan chiqib qolibdi. Haliyam yaxshi odamlar bor ekan. Sizdan 800 umrud bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p, hozir bo'ldi. Qaranglar, mana shu hamma narsalarni alishtirib berganlariga atigi 800 umrud o'tdilar. Unchalik qimmat emas. Mana ish haqqingiz. Mana rahmat. Bo'ldi, rahmat sizga ham. Ko'rishguncha xayr. Qanaqadir g'alatiroq quruvchi ekan. Qayoqqadir shoshilib ketyapti, bilmayman. Hammaga salom bolalar. Mana ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar. Mani remontimga baho beringlar, qaranglar. Bu yerda ko'p narsalar alishdi. Mana bunaqa pechkalar alishdi. Sandiqlarim mamutga lakli surib chiqildi. Polam alishdi. Ko'rasizlarmi? Mana shunaqa mana remont ham qildim. Hamma yoni lak bilan qilindi, pol alishtirildi. Yana mana bu kravatim alishdi, lekin yaxshiroq remont qilib nebora mana shu hamma narsalarni alishtirib, chiroyliroq narsalarni ham, pechkalarni ham chiroylisidan qo'yib almazligidan. Lekin ularga pulim yetmadi. Bitta dona mana shu lampaga pulim yetdi, bu ham almazlik, lekin yaxshi narx qaranglar, 800 umrudga judayam zo'r narx bor-ku. Quruvchi ham уже ketib bo'pti. Mayli, уже mana uyga kirib, tak sakraymiz yumshoq kravatimga. Ana bo'ldi mazza. Endi mazza qilib ham noutbukimni ham o'ynab o'tiraversam bo'ladi, bolalar. Lekin nimagadir boru sal sovqotayotgan deymanmi, tushunmayapman. Ne bunaqa sovuq bo'lib qoldi mana uyim. Yoki mana bu rasm turgan ekanmikin. Mayli, olib turaylikchi, mana bu qo'yib qo'yamiz endi buni. Ana bo'ldi. Lekin baribir qanaqadir sovudi, tushunmayapman nimaga bunaqa sovuq. Devor ham qanaqadir muzday, bu issiq bo'lishi kerak. Yo'qida lava bor. Mayli, qarab ko'raylikchi. Hop, qanichi? Tushunmadim. Qani mani lavam ne yuvib qoldi mani lavam? Voy, qaranglar, ani quruvchini aytuvdim, ne bu bunaqa g'alati deb qaranglar, mana bu yerda lavam yopib qo'yibdi-yu. Voy, qani men telefon qilaychi, unga kelib to'g'irlab ketib bersin menga buni. Tak, telefon qilamiz. Ko'tar telefonni, ko'tarib bo'la qolsangchi. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Alo, assalomu alaykum. Eshitaman. Bu kim bu? Alo, assalomu alaykum. Siz hozirgina meni uyimni remont qilib ketgan edingiz. Nevamta lavani yo'q qilib qo'ydingiz. Men hech qanaqa lavaga tegmagandim. Qanaqasiga tegmagandingiz? Mana bu yerda lava bor edi-yu, siz meni qurib qo'yibsiz buni. Chunki oldida doskalar bor, doskalar yonib ketishi mumkin o'shanga. Yo'q, qanaqa doska? Bu yoqda hech nima yo'q. Bu yoqda faqat tosh bor. Kelib to'g'irlab keting hammasini. Voy, alo, ovozingiz eshitilmayapti. Alo. Voy, tushunmadim. Nimaga bu bunaqa qilyapti? Voy, tezroq endi telefonimni o'tvorishim kerak men bu yoqda. Ana bo'ldi. Voy, obbo, militsiyaga telefon qilmasin-da bu. Militsiyaga telefon qilmasa bo'ldi, mayli, men ketdim. Voy, obbo, mayli. Unchalik qiyin ish emas, to'g'rimi? O'zim qilib tashlayman unda hozir tez. Hop, ketdi unda kirkani olib chiqib olay, o'zim tez qilib tashlay qolaman unda. Hop, kirkani olamiz. Ketdi, yana skladda ham как раз lava bor edi. Ana qaranglar, mana bu yerda mana bunaqa reshotka ham bor ekan, как раз. Ana bo'ldi. Hop, buni olib tashlaymiz. Tushunmadim. Nima deb yozilgan bu yoqda? Sklad. Qanaqa sklad bu yoqda? Hech qanaqa sklad yo'q edi-yu. Sklad ayoqda-yu, to'g'rimi? Tushunmadim. Tagida nima? Almaz ustiga sklad deb yozib qo'yilgan ekan. Qaranglar bolalar, nima bu? Tushunmadim. Hop, kelinglar, mana bunisini ham olib ko'raylik. Qaranglar, mana bu yerda eshikmi? Qaranglar, mana bu yerda eshik bor ekan. Mana bunaqa treshotkalarmi, tseplar bilan birga. Qaranglar, hech kim qaramayaptimi? Negadir qo'rqyapman men. Mana bu yerda qishloq, lekin qaramayapti menga. Hop, mayli. Nima ekan bu? Nima qilsam bo'larkin buni men? Tushunmadim. Qanaqadir uyimda endi almazli sklad bormi endi? Ochuvmikin bu? Конечно, endi qufloq bo'ladi-yu bu endi, to'g'rimi? Qufloq ekan bu. Nima qilsam bo'larkin bolalar?
Buni qanaqadir qilib ochishga harakat qilish kerak buni. Kelinglar qanicha kirka bilan ochishga harakat qilamiz. Qanicha. Ana, voy, o'xshamayapti. Bu yoqda qanaqadir og'irroq narsa kerak. Как раз skladda bizada benzopila bor edi. O'shani olib kelsam, o'shan bilan bittada ishim hal bo'ladi. Mashinani ham bemalol kesib tashlaydi. Hop, buni yopib qo'yib turaylik, qishloqlardan hech kim ko'rib qolmasligiga. Hozir borib men olib kelay skladdan benzopilani. Ana bo'ldi, o'zim bilan olib kelyapman. Hozir ochib tashlaymiz hammasini bittada. Hop, mana bularni olib tashlaymiz-da. Tak, davay, davay, davay. Ana bo'ldi, ana bo'ldi. Endi ketdi. Davay, davay, bo'la qolsinchi. Tak, ana, почти bo'ldi. Ana, hozir ozgina qoldi. Ana. Ana bo'ldi. Birinchisini olib tashladim. Baribir ochilmayapti. Mayli, qolganini ham olib tashlaymiz. Hop, mana yaxshilab da ana, ana bo'ldi. Tayyor. Endi bitta donasi qoldi. Mana zamok qoldi. Hop, mayli, mana chetidan kesib tashlaymiz. Kelinglar mundoq qilib ana. Hop, bo'la. Ana ozgina qoldi. Yana davay bo'la. Ana, bo'ldi, tayyor, ochib bo'ldim. Nima qilamiz endi, qanicha eshik ochilur ekan. Ana ochildi eshik. Hech kim yo'q, to'g'rim qaramayapti, yo'q hech kim. Mayli, qanicha. Mana bu yerda turel bor ekan, ko'rdinglarmi? Mana avtomatli turel. Nimaligini bilasizlarmi? Mana kirganda otib tashlaydi odam ko'rsa. Yaxshiyam ko'rib qolman, boru unda otib tashlaydi mana bittada. Hop, unda men boru unda egilib o'tib ko'rishga harakat qilaman. Hop, bunda tak, to'xtanglar, hozir hech kim yo'q, to'g'rimi? Hop, bunda yotib olamiz-da. Hop, tak, ana bo'ldi. Endi sekin tushamiz pastga. Hop, menimcha mani ko'rmayapti-yu. Ha, ko'rmayapti. Tushirsam bo'ladi. Tak, pastga ana bo'ldi. Oppa, ana tushunmadim. Bu nima bu? Bola bu rostdan ham qanaqadir sklad ekan, lekin oddiy sklad emas, qanaqadir almazli sklad. Qaranglar, mana bu yerda mana bunaqa almazli mashina bor ekan. Vau, menga lekin yoqyapti bu. Mana bu yerda lianalar o'sib ketgan, qaranglar, pauchinalar. Tushunmadim, bu yerda endi nima qilyapti mani uyimni oldida, tushunmadim. Mana bu yerda divan, mana bunaqa yashiklar bor ekan. Hop, nima qilyapti bular mani uyimda? Judayam ajoyib, lekin set yoqib qo'ya qolaylik. Hop, mana bunisini ham. To'xtanglar, mana bu yerda sandiqlar ko'ryapman. To'xtanglar, bundoq ochishga harakat qilamiz, bundoq qilib. Ana, voy, bolalar, bularni qaranglar, menga yoqyapti bular, lekin judayam. Ko'rdinglarmi, qancha anaqa almazlar bor ekan bu yoqda. Vau, endi bular hammasi meniki, to'g'rimi? Men uyimdan topib oldimmi mana bularni, to'g'rimi? Rostakasmlik-a? Ha, rostakasmlik bu lekin. Vau, men endi judayam boyman, bolalar, men judayam boyman. Hop, bu yoqda yana nimalar bor ekan, bundoq qaraylikchi. Hop, men bularni joyiga qo'yib tura qolaylik, keyin olarman kerak bo'lsa. Mana bu yerda lekin tegadigan bitta bor ekan. Keling, uni ham ochib ko'ramiz. Bu yoqda lekin mana bunaqa almazli bloklar bor ekan. Mana bunaqa qanaqadir radugali shit bor ekan. Qaranglar, mana bunaqa ajoyib ekan-a. Mayli, yana nima bor ekan? Hop, yana nima bor? Tak, mana bunaqa olma bor ekan. Mana bu yerda yana qanaqadir radugali blokmi bu yoki yo'q, almazli ekan bu ham qanaqadir, qaranglar. Hop, yana nima bor? Buni qo'yib qo'yamiz joyiga. Boshqa hech nima yo'q ekan, menimcha o'sha qiziq narsa yo'q ekan. Bu yoqda nima bor ekan? Bu yoqda mana bunaqa eshik, kravat bor ekan, almazli eshik, yana nima? Unchalik boshqa qiziq narsa ham yo'q ekan, lekin bular qayerdan paydo bo'lib qoldi bular? Ha, remontdan keyin paydo bo'lib qoldi bu narsalar hammasi. Remont bo'lishidan oldin bu narsalar bo'lmagandi. Nima, men boshidan o'ylamadim. Bu hammasi remontdan keyin bo'ldi. Nima endi hozir mana shu hamma narsani nima quruvchi qoldirib ketdimi? Ajoyib, lekin endi qayerdan quruvchida shuncha narsalar bo'ladi? Lekin bu anchadan beri yotganga o'xshaydi, chunki mana bu yerda qaranglar, pauchinalar bor ekan, lianalar bor ekan. Lekin miyam yomon qotib qoldi-da, nima qilishni bilmayapman. Quruvchida qayerdan shuncha narsalar bo'ladi?
To'xtaylik, moshina to'xtagandek ovoz eshitildimi? Qanaqadir moshinani ovozi eshitildi. Tepaga chiqib ko'raylik. Hech kim ko'rib qolmasinmi bu narsa borligini? Hop, chiqamiz. Tak, tak, tak. Ana, voy obod. Yig'ib boramiz bo'ldi. Sen bu yoqda nima qilsa? Kechiring meni iltimos, hozir men sizga hammasini tushuntirib beraman. Almasli, nima menga tushuntirib ber tezroq. Men tarafimdan bu judayam endi g'alati ko'ringan, men sizga hozir tushuntirib beraman. Hop, hammani tushuntirib beraman. Almasli sklad qayerdan paydo bo'lib qoldi? Men bu almasli sklad haqida hech nimani bilmayman. Men lampa haqida gapiryapman, yuring men sizga ko'rsataman. Mana bu almasli lampa emas edi o'zi, bu oddiy lampa edi, plastikli. Kechiring meni iltimos. Men sklad san qilmaganmisan unda? Yo'q, bu meniki emas. Men u lampa haqida gapiryapman. Men sizga aytishdan qo'rquvdim. Militsiya chaqirasiz bo'ylab. Lampani esingdan chiqar. Men san qilmaganmiding buni? Yo'q, bu o'zi bor edi. Menki lavani ovotganimda bor edi shoda o'zi. Men buni bilmayman. Men keyin bekitib qo'ydim hech kim ko'rmasligi uchun. Shunaqa qilib bekitib qo'yib, keyin men ketdim. Bu qilmagan ekanda unda. Menda endi judayam ko'p savol bo'lib ketdi. Kim buni qilgan? Endi 100% buni quruvchi qilmaganda-yu, to'g'rimi? Quruvchida qayerdan buncha almas, yana hammasi chang bo'yotgan edi. Anchadan beri bo'lgan ekan. Nima ko'rmagan ekanman? Nima qilaylik endi men? Iltimos, faqat militsiya chaqirmaysiz-a? Militsiya chaqirmang, iltimos. Yo'q, endi militsiya chaqiraman. Bo'ldi, siz ketavering, menga kerak emassiz boshqa. Voy bolalar, lekin menda savolim juda ham ko'payib ketyapti. Borib, qayerdan bu kelgansizlar? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Lekin o'sha yerda juda ham ko'p almazlar bor ekan, mashina ham bor ekan, har balo bor ekan. Ну что, bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna bosib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Amma esa borib ko'raman yana nimalar bor ekan u yoqda.